Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorumizda birinchi podez 3-etajda joylashgan 3 xonali domimiz bo'ladi. Podezdan kirishimizda ana shunday sifatli, yaxshi temir eshiklar bilan jihozlangan. Kirganimizda ana shunday keng hol bo'ladi. Xonalari hammasi razdельный bo'ladi. 3 xona bo'ladi. Birinchi xonasi bilan tanishib chiqamiz. Birinchi xonamiz qarasanglar zal qilsanglar ham bo'ladi, spalniy qilsanglar ham bo'ladi. Remontlari yaxshi. Elde etrafga qaragan, oynasi bor. Tizimlari yaxshi ishlab turibdi. Yaxshi laminat, yaxshi sifatli eshiklar bilan jihozlangan. Birinchi xonadan chiqqanimizdan keyin chap qo'limizda oshxonasi bo'ladi. Oshxonamiz ham ko'rib turganingizdek oynasi bor. Umniy kotlovlar bilan jihozlangan, ichki gaz plitasi, oshxona mebellari. Hamma narsasi tayyor. Gaz, suvdan umuman muammo yo'q. Toza shivakidan xolodilnikga bor ekan, bu xolodilniklar ham qoladi. Shunda to'g'ri o'tganimizda sanuzel bo'ladi. Sanuzelimiz unitazi, dushi qo'yish rakovinasi, oyoq tiylari kafel qilingan, orqaga qarab porchisi bor. Hamma narsasi joyida ishlab turibdi. 3-xonamizga kelsak, 3-xonamiz bolalar uchun yotoqxona bo'ladi, spalniy. Hozir egalarning narsalari turgan ekan. Kelsanglar o'zingiz ko'rasizlar. Bu yerimiz ikkinchi xonasi bo'ladi. Bu yerimiz ham to'shalgan, orqaga qarab, yo'l atrofiga qarab oynasi bor. 32 lik shivaki Vesta televizorlar ham bor, to'shamlari bor. Bu joyimizda ko'rib turgan hamma narsangiz qoladi. Do'stlar, ko'rib turganimiz ana shu dom bo'ladi. Domimiz birinchi podez. 10 holda 3-etaj bo'ladi. E'tibor beramiz, bakovoy emas, bakovoy salqin bo'ladi qishda. Ichkari tarafida joylashgan. Narxini kelsak, narxi bunday qimmat emas. Narxi 125 ming so'm pul to'lab, izinda qolgan kreditini oyina 2.300-2.400 ming so'mdan davom qildirib ketsanglar bo'ladi. 100% to'lov qilaman desanglar ham bemalol o'zlaringiz bilasizlar. Shunda 100% to'lov qilsanglar, izinda 157 million kredit qolgan. 100% to'lab bo'lgandan keyin pryamoy nomlaringizni rasmiylashtirib olsanglar bo'ladi. Manzilimiz Ellikqal'a tomoni Bo'ston shahri, Toza domlarda bo'ladi, Mol bozor tarafda. Shunday Bo'stondan chiqib kelganimizda Unimal magazini bo'ladi. Oldingi Shahlaziz, shunda kelganimizda chap qo'limizda, o'ng qo'limizda birinchi dom, birinchi podez, 3-etaj. Pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, o'zlaringiz olib kelib ko'rsatamiz. Yomon emas, narxini stoyt, ustida ozroq payg'ambar bor. Hammaga rahmat, bizlarni kuzatishda davom qiling.